Eli qimmat qo'ymi? Vaa, shuna yonma-yon. Mana tupli olgani keldi. Bugun ustanobga ko'proq edi, o'shanga yangi tuplidan. Mustang degan joyga. Yangi oyoq kiyimlarni kiyib olib, yangisida kiyib olib, yangi futbolkalardan kiyib bosit. Basit. Mana krossovkadan kiyasan, mana kiyib olib. Mana mana shu krossovkadan kiyib olib, konteyner qo'yib. Seventage. Hop, Seventage ochganda, orqasi qora chigini ekan. Hop, petstavkani moslaymiz. Ikkita qo'yamiz. JMCC. JMCC, ha, JMCC. Toshiba motor ekan, gap yo'q. Coil full disinfector deydi. Ey do'stlarim, mana shega bitta. Unega bitta. Va lustra. Gap yo'q. Bitta lustraning ichidan 3 ta lustra chiqqan ekan, qarani. Gap yo'q lekin. Tupli reklama emas, tupli kiygan keldi biz. Mana. Mana tapchkaligidan kiyib olaylik. Sekin manga aytaylik, konteyner qo'yishni. Ta'mirlash bizga aytaylik. Biz o'zimiz tekshirib qo'yamiz hammasini. Mana pilesoslarda. Pilesos endi bu ham mana standartni usluga faqat bez pilesossiz to'g'ri teshib shuni qo'yamiz. 350 ming so'm. Pilesosli usluga 450 ming so'm. Vakuumli usluga bo'lsa 500 ming so'm bo'ladi. Ana shu standartli usluga. Ustanov. Universalni ustanovga deydi. Xullas Mustangga keldi mana. Shega endi qo'yamiz-da endi. Bir amallab qo'yamiz-da boz tom bilan.